Assalamu alaykum, hörmətli televizor körgüçülər. Yaxşımsızlar? Dünya Uyg'ur Qurultayı tor televiziyasining kunlik xabarlar programmasiga hammanglar xush kelibsizlar. Men İftixor Abdurshid. Bugun seshanba. Hörmətli ko'rmanlar, tövəndə diqqətinglar kunlik xabarlar programmamızning tafsilotida bo'lsin. Birleşken Milletler Teşkilatı Soda ve Kişilik Hukuk Munbirining 12. qatımlıq yig'ini 27 noyabr kuni Janvada boshlangan. Uyg'urlarning majbur emgak masalasiga diqqat tortadigan bu muhim sorunga Dünya Uyg'ur Qurultayining raisi Dolqin Aysa va Qurultayning xalqaro ishlar direktori Zumrat Erkindan tarkib topgan Qurultay hay'atidan boshqa Uyg'ur Erkak Tashkiloti, Uyg'ur Kishilik Huquq Qurilishi va Amerika Uyg'ur birlashmasining vakillari qatnashgan. Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Alfidar Iltabir BDT Soda va Kishilik Huquq Munbiri yig'inining savol-javob qismida hukumatsiz tashkilotlar qatorida so'z elib, kun taxta va toklik avtomobildan iborat dunyodagi eng muhim ikki sohaning ta'minlash zanjirlarida majburiy emgakka silinayotgan Uyg'urlar masalasining bugungi yig'inda o'tirib qo'yilmaganligini tanqid qilgan. U so'zligichilardan bu sohadagi Uyg'ur majburiy emgakini oyoqlashtirish uchun qanday planlarning borligini bilishni xohlaydiganligini aytgan. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın soda ve kişilik hukuk munbiri, hükümetler, soda sahası, cemiyet ve ictimai kuruluşlar, advokatlar, meblağ salgıçılar, BDT aparatları, kişilik hukuk organları, işçiler uyuşumları, ilmi tədqiqatçılar ve axbarat vasıtalarının vekillerini bir yerge cem kılıdığan muhim ve en çoğun soda ve kişilik hukuk yığılışı bulup hesaplanады. Dolqin Aysa efendim 27 noyabrdan 29 noyabrgacha davom qildigan bu yig'inda Uyg'ur majburiy emgak masalasini kun tartibga qo'yish uchun savdo va siyosat sohasidagi aloqador shaxslar bilan bir qator uchrashuvlarni olib borganligini va Qurultayning oldimizgi kunlarda Janvada olib bormoqchi bo'lgan faoliyatlar haqida ma'lumot berib, mundaq dedi. Bu qatim biyaga Dünya Uyg'ur Qurultayidan, Amerika Uyg'ur Jamiyatidan, Uyg'ur Kishilik Huquq Projektidan va Uyg'ur Harakati Tashkilotidan bir grup Uygurlar Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 15. qatımlıq kişilik hukuk ve soda ticaret munbirinin yığınıga qatnaş üçün keldik. Bu yerde yalnız o yığılan bulmaydı. Bu yerde 27-28 2 gün kişilik hukuk ve soda munbirinin yığını. Onun deyinkin 30 ve 1. Assallık milletler assallıkla, yani assallık milletler emas, assallıkla dep qaralgan gruplarının, insanların, milletlerinin munbiri oldu. Ondan başka aldığımız yılı 1. ayının 24. 3. günüsü Mışı binada her 5 yılda bir kadın bulduğun devletlerinin insan hakları vaziyetine kararlı gözün küçülüş yığınının tayarlık yığını buldu bir yerde. Çünkü bu bir hafta jarayonida bir yerde bizim her kaysi devletlerinin elçikalları bilen görüşüdüğün, halkara teşkilatlar bilen görüşüdüğün, anındayken bir yerde yan koşumçu yığınlarını ötküzdüğün, umumi yığınlarda, munberinin yığında sözleydiğin, bundan okşaydiğin her türlü faaliyetlerimiz var. Şununla bugün bu katım, tuncu katım bir kanç teşkilatlarının, Uygur teşkilatlarının vekilleri bir yerde birlikte bu hareketini yapıyoruz. Xitoy hukumatining Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchiligini yoshirish uchun yo'l qo'yayotgan ta'tir tashviqot harakati o'xshamagan uslublarda davomlashmoqda. 26 noyabr kuni Xitoy hukumatining chet ellarga qaratgan tashviqot qanli bo'lgan CGTN, ya'ni Xitoy yer shari televiziya tori Uyg'urlarning mashrab an'anasi tanishtirilgan bir qisqa filmni tarqatgan. Bu film yuqoridagi kanalning Xitoyda cheklangan, biroq Xitoy hukumati o'zining tashviqot uchun qo'llanayotgan X va YouTube qatorliq ijtimoiy taratqulardagi hisobida tarqatilgan bo'lib, filmda bir Uyg'ur va bir Xitoy riyosatchining g'ulji mashrabiga ishtirok qilgan ko'rinishlari bilan yig'ilish so'rinlari degan ma'ni ifodalaydigan mashrabning Uyg'urlarning an'anaviy urf-odatlarini o'ziga mujassamlashtirgan bir so'rin ekanligi bayon qilingan va Uyg'urlarning milliy an'analarini hilam davomlashtirib kelayotganligi bozorga selingan. Halbuki Xitoy yer shari televiziya to'g'ri kanal tarqatgan bu mashrab videosidagi to'liq sun'iy ko'rinishlar kuzatuvchilarning diqqatini tortgan. Ular buni Uyg'urlar hayotining disneylashtirilgan kartinasiga o'xshatgan. Uyg'urlar uchrayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyat qarshi jinoyatlar ustida intayin muhim tadqiqotlarni ilib borgan Avstraliya strategiya va siyosat tadqiqot markazining tadqiqotchisi Nathan Ruser X orqali bu qisqa filmga inkas qaytirib, Uyg'urlarning hozir o'z mashrablarini tashkillashiga yo'l qo'yilmaydiganligini, chunki buning Xitoy hukumati tarafidan oshqo'llikning alomati deb qaraldiganligini bildirgan. U yana Xitoy hukumatining Uyg'urlar va ularning an'analarini Disney bog'sidagi haykallarga o'xshatib qo'yib, butkul bir madaniyatni real qiymatidan mahrum qilayotganligini eskartgan.
Xitay Yer Şar televiziya tori Xitay hökumətinin Uyğurlarga yurgizayotgan irqiy qırğınçılıqni aqlashda rol o'ynab kelayotgan təşviqat ovozi bo'lib, u burunmi vatanimizdagi keng ko'lamli tutqunni va lagerlarni inkor qildigan filmlarni tarqatgan edi. Maliya vaqti geziti Xitay hökumətinin Sharq Türkistonda islomga qarshi yo'l qo'ygan siyosatlarini, bo'libmi masjidlarni cheqish va o'zgartish qilmishlarini boshqa o'lkalarga kengaytayotganligini xabar qilgan. 27 noyabr kuni e'lon qilingan doklad xarakterlik xabarda Sharq Turkiston, Beijing, Yunnan, Gansu va Ningxia qatorliq o'lka shaharlardagi 2300 dan ortiq masjid tadqiqlangan hamda ulardagi o'zgarish rasmi bilan ko'rsatib berilgan. Xabarda ko'rsatilishicha, 2018 yildan tortib 2023 yilgacha bo'lgan oraliqda Xitoy hukumati masjidlarning tangdan to'lisini yo butunlay vayron qilgan, yoki uning islomiy me'morchilik uslubini buzib, ularning munar va gumbazlarini ilib etgan. Bu haqda fikr bayon qilgan mutaxassislar buning islom madaniyatining Xitoyda g'oyib bo'lishidan derak berdiganligini bildirgan. Mazkur doklad e'lon qilingandan keyin kuchli diqqat qo'zg'amoqda. Tarixchi James Milward X-dik inkasida islom dini Xitoyda ming yillardan beri mavjud bo'lib kelgandan bo'lsa-mu, ammo Shi Jinping hokimiyatining uni yo'q qilishga bel bog'laganligini ko'rsatib o'tgan. Maliya vaqti gazetining deyishicha, ular Beijingga joylashgan va Xitoy bo'yicha eng chong masjidlarning biri bo'lgan Dodian masjidining o'zgartirish haqida yerliklarning ham shundaqla bu masjidga kirdigan tungan musulmonlarning ko'z qarashini olmoqchi bo'lgan. Biroq ular Xitoylarning o'chilishidan qo'rqib javob berishga jur'at qila olmagan. 2023 yilga kelganda axborot vositalari Germaniya bilan Xitoyning siyosiy va iqtisod munosabatlarining zo'r darajada chekinganligini o'ttirib qo'ygan. Shundaqla ikki davlat munosabatlarining oltin davri oxirlashgan bu mezgilda Germaniya tashqi ishlar ministri Annalena Baerbock Shi Jinpingni mustabid deb atab zo'r g'ulg'ul qo'zg'agan edi. Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi masalasining Germaniya axborot vositalarida doim tilga ilinib turishi va Germaniya fuqarolarining Xitoyga bo'lgan ko'z qarashidagi g'oyat zo'r o'zgarishlar natijasida Xitoyni maqtaydigan iboralar yoki Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini inkor qiladigan so'zlar hozirgi Germaniya jamiyatida nozik bir masalaga aylanib kelayotganligi ma'lum. Germaniyaning davlatlik televiziya kanali bo'lgan ARDning 22 noyabr e'lon qilgan Sosyal Demokratlar partiyasining sobiq raisi Sharping tanqid ichida qoldi nomli xabarda bayon qilinishicha, Germaniyaning Report Mainz nomli televiziya kanali yaqinda Germaniyadagi dangliq siyosiy shaxslardan biri bo'lgan Rudolf Sharpingning so'zini axborot sahnasiga ko'tarib chiqqan. Buningdan 20 yillar ilgari Germaniyadagi cho'ng partiyalardan biri hisoblangan Sosyal Demokratlar partiyasining raisi bo'lgan, keyincha Germaniyaning davlat mudofaa ministri va Rheinland-Pfalz shtatining boshlig'i qatorliq vazifalarni o'tagan Rudolf Sharping yaqinda Xitoy davlat televiziyasining ziyoratini qabul qilganda Xitoyning qonun davlati barpo qilish qurilishi davomlashmoqda, Xitoyning tuzilmasini o'zimizning mustabidlik haqidagi an'anaviy qarashlarimiz bilan aralashtirib olmasligimiz kerak degan iboralarni qo'llangan. Germaniya Dolqinlar radiosi 23 noyabr e'lon qilgan Germaniyaning yuqori qatlamdagi sobiq siyosiy rahbari tanqid kuchirdi. Sharping Xitoyning zuvoniga aylanib qoldimi nomli xabarda bayon qilishicha, Rudolf Sharpingning yuqorqi so'zi Germaniyada karsa hazatlarning kuchlik ayblashiga duch kelgan. Nottingham universitetidagi siyosatshunos Andreas Fulda bu vaqtda to'xtalib, Sharpingning Xitoyda savdo manfaati bor. Agar Sharping Germaniya siyosiy sohasidagi bir rahbar sifatida o'tirg'i chiqmagan bo'lsa edi, masala cho'ngib ketmagan bo'ladi deb qaraydiganligini ifoda qilgan. Germaniya Birlashma hukumati va parlamentining kishilik huquq bayonotchisi Mikhail Brandt bo'lsa, Sharping o'zining ro'yini setib, bizning erkinligimiz va hayotlik odatlarimizga zo'r tahdid shakllantirayotgan tarixdagi eng cho'ng bir mustabidning quroliga aylanib qoldi degan. Buningdan bir qancha oy ilgari Germaniyadagi 2 nafar Xitoyshunosmi Xitoyning siyosatini madiylab, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga chapan yepib qattiq qarshiliklar uchirgan edi. Ularning Xitoydan erishayotgan manfaatlari sababli bu mustabid hokimiyatga yaxshi bo'layotganligi ilgari surilgan edi. Dunyo Uyg'ur qurultayining bayonotchisi va qurultay Berlin ishxonasining mudiri G'ayur Qurbon apandi bu vaqtda to'xtalganda, Sharpingning Xitoyda qonun davlati barpo qilish qurilishi davomlashmoqda degan so'zining intayin masxaralik bir so'z bo'lganligini ta'kidladi. U yana Xitoy hukumatining o'z qonunini o'z xohlagancha dafsand qiladigan bir hokimiyat ekanligini ilgari surdi. Sharping yuqorqi so'zni qilgandan keyin Report Mainz nomli televiziya kanali uni ziyorat qilish talabini qo'ygan. Ammo Sharping buni rad qilgan. Buning bilan axborot sohasi uning o'tmishini aniqlab chiqishga kirishgan. Tekshirishlar natijasida Sharpingning 2002 yili siyosiy sahndan chekinganligi, 2012 yili Xitoy poytaxti Beijingda bir maslahatchilik shirkati qurganligi, bu shirkatning Xitoy Markaziy komiteti xalqaro munosabatlar bo'limiga bevosita qaraydigan Xitoy iqtisodiy aloqa markazi bilan hamkorlashib kelayotganligi, Xitoy iqtisodiy aloqa markazining bo'lsa Xitoyning chet ellarga qarata ta'sirini kengaytirish vazifasini ustiga olgan bir organ bo'lganligi qatorliqlar isbotlangan.
Germaniya Xavfsizlik İdarəsimi ilgari Germaniya şirketleri ve hökumət xadimlərini Xitayning bu organları bilan münasibətdə bolğanda qattiq diqqət qilish lozimligini agahlandırğan. Rudolf Scharpingning bir cümle sözü küçlük narazılıqlarga sebep bolğandan keyin Sosyal Demokratlar Partiyası bayonot e'lon qilib o'zlarini oqlashga majbur bo'lgan. Ular bayonotida Scharpingning bu partiyadan ayrilganiga 25 yil bo'lganligini, Scharpingning so'z harakatlarining hargizmo Sosyal Demokratlar Partiyasiga vakillik qila olmaydiganligini o'ttirib qo'yishgan. Hürmetli körünmenler, yuqorida diqqətinizə günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatını sunduq. Kelər qıtımlıq sanımızgacha görüşkiç aman bolğaysızlar. Stansiyamızın YouTube kanalıga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.